Yog'ochdan naves qiladigan bo'lsangiz 20 yil, 30 yil xizmat qilishi mumkin. Mana bu konteynerda profildan naves qiladigan bo'lsalar, qadrdonlar, xudo xolasa 100 yil xizmat qiladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan teplitsalar va naveslar uchun konteynerda har xil profillari. Mana bunimiz 4 ga 4 profil, ichi ham tashi ham zavodskoy kraska, qalinligi 108 bo'ladi. Hozir kundagi narxi 14800 so'm ekan 1 metri. Bunimiz esa 9 po deyiladi, narxi 24000 so'm ekan, 8 pomiz 22000 so'm, 7 pomiz narxi 18000 so'mdan. Undan tashqari bu yerda mana kapalak profillar bor, Reykan 10 ga ishlatiladi. 10,5 lik listdan chiqqan, uzunligi 230, narxi 26000 so'mdan. Latoklarga keladigan bo'lsak, siz xohlagan razmerda bukib berishaveradi. Standartlar narxini aytib ketamiz. 35 ligi 38000 so'm ekan, 40 ligi esa 42000 so'mdan ekan. Ko'rib turibsizlar, bu yerda siz xohlagan razmerda kapalak profil, S profil, P profil, L profil hammasidan chiqarib berishaveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.